To'g'ri aytasan. Ana boyvachcha qizing kelyapti. Ulug' aka ertaga tug'ilgan kunim, borasizmi? Ha, boraman. Mana borsam bo'ladi, so'rab ber. O'rtog'im ham borsa bo'ladimi? Unda ko'p narsa yeyman. Mayli, borursinlar. Mayli, mana shoshilayotgandim, ko'rishamiz. Xayr. Ulug', nima kiyamiz? O'rtoq, hozir kasb ishim bilan ketikish moda bor. Bo'ldi. Anaqa o'rtoq padarkiga nima berishyapti hozir? Sog'agami? Britanskiy mushu bor, seri. Shunaqa berishyapti. Qarang, internetdan ko'ring. Bo'pti, davay gaplashamiz. Rahmat. Bo'lishi $350. Cho'nga yetib qol buni. G'ulom, Oh, yo'voy bu shu kiryapti, olib chiq tasha. hozir. God, you need a rich boy to give you all the power. Biz yemayapti-yu. Sen bilasanmi? Aziz biladimi? Bor sovg'ani olib kiramiz bo'ldi. To'g'ona lekin yorib yuborishdi. Madaniyatli bo'lazgina. Madaniyatli bo'la olmayman. Es shaharliman-ku. Degandim. O'zluq, qizing qichi dugonasi bilan kelyapti. Men to'g'irlab bergin. Jinni oysiz-ku. Yo'q, qizingdan chiroyli ekan-da. Ulug' aka, tanishing, oyim, oyi, Ulug' aka. Tanishganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Nima qilsan, sharmanda qilingmi? Yelkam qo'ygan onajon. Sovg'ani ber. Bu sizga. Britanskiy mushu. Bitta cho'qiltirib bo'ldi, og'ajan ichida. Rahmat, xursandman, kiringlar. Bichara qattim bo'lar ekanda. Turib nima deyapti? Ketidan muammo yo'q. Bitta babchika yetishmayapti. Hozir topib kelaman. Bo'ldi. To'qsu. Men qora stechkaga yetib babishga yarashmayapti. Yetish. Ulug' aka, tanishing, Adam. Babchi topib kelaman. Meni babchika yech. Sikan. Aka to'g'onani yorib yuboribsiz. Shuncha bo'laman. Qorningiz ochgandir, ovqatlanib oling. Zoqat oling. Voy, diyet kafemi bu. Uzun. Ochxoning ko'tarmasmikan? Bilmadim. Bilmasang nega sotasan? Aka bizadan ne ish bo'ldi? Hammasi tekin. Zo'r ekan-ku. Tomoq ovoz taqalab dedi. Hey, nima ichyapsan? Shampunskiy. Shampunskiy emas, shampanskiy bo'ladi, dala. Nima bo'lsa ham-da. Katta o'g'lim. Men o'zim normal bilaman, ulug'. Davay. Ulug' aka, tanishing, bu Murod aka, biz Londonda birga o'qiganmiz. Tanishib turinglar o'zga. Yaxshimisan, toy? Yaxshimisiz? Mahalla qayerda? Tushunmadim. Rayon, ulitsa, qaysi yezikda gaplashish kerak san bilan? Bitta qo'yib berishyapti singlim. O'g'il bolamisan? Qanaqa bechozga bu? Stil bu. Hezarlar stilimi deyman-a? Sen qotqona dedim. Endi yoshlarimizni barisiga taklif qilamiz. Bor, taklif qil. Men varsga tushib bilmayman. Lagerda tushgansan-ku bor. Yo'q, Ana qizingni olib ketyapti, aniq hezarlar bor. Labingdan o'psam lekin jonim nelar qilasan, belingdan quchoqlasam jonim nelar qilasan, labingdan o'psam lekin jonim nelar qilasan, belingdan quchoqlasam jonim nelar qilasan, bilaman butun umr bu kun senga qilman na 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 na. Ulug', yorib yubordi. Hammani ko'z sanda bo'ldi. yo'q. Mavtidek ko'karyapti. Endi Maftunaxon uchun atalgan tortni olib kiring. Niyat qilib uxla. Senam birimini shundoq. Ola topolmadim. Bemalol niyatingizni qilavering. Maftuna, menga turmushga chiqasizmi? Qayerdadir shu holat ko'rganman-da. Menga qara. Nima qilganingiz bu? Mashq qilsang mendan ustun ko'ryapsanmi? Bunaqa bo'lishini bilmaganingizga madaniyatli bo'ling. Bo'lolmaymanmi? Shaharlimanmi? Nima qilganingiz bu? Mana men chiqarayman, chiqdingmi? Shuga. Tug'ilgan kuningga ham o'zingga ham tushundingmi? Aka shuni o'tib ketingmi meni? O'tib ketingmi? Eshaharliman. Achkayapsizmi? Adamga nima deyman? Yangisini olasiz deysan. Hech narsa qilmadimi sizga? Yo'q, hammasi yaxshi. Aytgancha,
Maftuna. Menga turmushga chiqasanmi? Voy, Uzuq qani? Nechi pul ketarkan? Nechi pul ketsa ham yeb ichmay qolamiz. Tozga hayda. Onasi boshqa ekan, joniman, hayda.